Assalomu alaykum obunachilar. Mana Xudo xolasa bu obyektimizni shuvoqlari bitib qoldi ancha inshaalloh. YouTube'ga qo'yib borilayotgan videolarni har kuni qo'yib borayotganim sababi buni oldin olib qo'ygan edim videolarini, keyin YouTube akkauntimni yaqinda ochganim hisobiga har kuni videolarni qo'yib boryapman. Mana hozirda shuvoq ishlari olib borilmoqda. 6 ga 14 xonamiz. Xudo xolasa atkoslarigacha olib bo'ldik. Bu tomonda hop ega spalni, Xudo xolasa ichida hammomlari bilan, narigi yoniga oshxona. Oshxonadan to'g'ri spalniga kiriladi. Bu tomonlar ham Xudo xolasa regallarigacha chiroyli qilib shuva berganmiz. Mana uyimizni oldi qismi. Xudo xolasa oldi qismi ham chiroyli qilib shuva berilyapti. Bu kolonnalarimiz tayyor o'zi gulli qilib qo'yishgan ekan. Gulli kolonna qilib qo'yishgan ekan. O'rab chiroyli qilib beryapmiz. Orqa tomonlarni ham shuva beringlar deyishdi. Mana Xudo xolasa armatura qoqib, lesa qilib shuvalarni qilib beryapmiz. Mana Xudo xolasa o'choqlarimizni ham chiroyli qilib ichlarigacha shuva berilgan. Bu tomonga kladopkamiz joylashgan, mana ko'rishinglar mumkin. Kladopkamiz ichlarigacha ham Xudo xolasa sifatli qilib mana shuva chiroyli qilib berganmiz. Endi bu birla zatirkadan keyin zatirka oxirida bo'ladi, tiyaga chiqadi bu tomonlarga. Shuni hisobiga zatirka tiyagandan keyin bo'lish kerak. Zatirka bo'lgandan keyin ancha ochilib ketadi, Xudo xolasa. Mana o'choqlarimiz ham chiroyli qilib bo'lgan. Like, podpiska esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa chiroyli videolar qo'yib borishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.